Bugungi kunda respublikamiz miqyosida o'tkazilayotgan xavfsiz va sog'lom yurt keng ko'lamli tezkor profilaktik tadbirlar doirasida qimor va tavakkalchilikka asoslangan onlayn o'yinlarni o'tkazish bilan bog'liq holatlarga chek qo'yildi. Samarqand viloyati Ichki ishlar boshqarmasi axborot texnologiyalari sohasidagi jinoyatlarga qarshi kurash boshqarmasi xodimlari tomonidan o'tkazilgan tezkor va texnik tadbirlar davomida 1998-yilda tug'ilgan, muqaddam 2 marotaba Jinoyat kodeksining 177-moddasi bilan sudlangan shaxs o'zining 2000, 2003 va 2004-yilda tug'ilgan jinoiy sheriklari bilan birgalikda Samarqand shahrida joylashgan Paynet shoxobchasida qimor va tavakkalchilikka asoslangan onlayn o'yinlarda qonunga xilof ravishda ishtirok etayotgan shaxslarga xizmat ko'rsatib kelayotganligi aniqlanib, qo'lga olindi. Aniqlanishicha, ushbu shaxslar 2025-yilning dekabr oyida shu turdagi huquqbuzarlik sodir etganliklari uchun qo'llanilgan ma'muriy jazodan o'zlariga xulosa chiqarmasdan yashirin ravishda ushbu qilmishlarni davom ettirib kelgan. Tezkor tadbirlar davomida qo'lga olingan mazkur shaxslardan 43.500.000 so'm va 4.300 AQSh dollari miqdoridagi pul mablag'lari, telefon apparatlari, bir dona notebook, plastik kartalar va kassa apparati daliliy ashyo sifatida hujjatlashtirib olindi. Shuningdek, tadbir davomida onlayn qimor va tavakkalchilikka asoslangan o'yinlarda hisobini to'ldirish maqsadida borgan 18 nafar shaxslar ham aniqlanib, qo'lga olindi. Mazkur holat yuzasidan Samarqand viloyati Ichki ishlar boshqarmasi axborot texnologiyalari sohasidagi jinoyatlarga qarshi kurash boshqarmasi huzuridagi tergov bo'limi tomonidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 278-moddasi 1-qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Eslatib o'tamiz, qimor va tavakkalchilikka asoslangan boshqa o'yinlarni qonunga xilof ravishda tashkil etish yoki o'tkazish, shu jumladan ana shunday o'yinlar uchun qimorxonalar tashkil etish yoki ularni saqlash 7 yildan 10 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish bilan jazolanadi. Agarda siz ham shubhali faoliyat yoki shaxslar haqida ma'lumotga ega bo'lsangiz, ekranda ko'rsatilgan call center ishonch telefon raqamlariga xabar berishingizni so'rab qolamiz. Ogoh bo'ling.